Kucha Maytaq yo'lining Naratdan Maytaqchi bo'lgan orliq qismidagi go'zal manzillik rayonlarni sizlarga film alat yo'llab qo'ydim. Yaxshimisizlar do'stlar, bizning sayohatimiz oxirlashib, Naratdan Urumchiga o'dilib qaytyapmiz. Bu orliqda shu Kucha Maytaq yo'lining Naratdan Maytaqchi bo'lgan qismini kesib o'tganmiz. Yo'l bo'yi shundoq chiroyli manzillar, egri-bugri ketgan yo'llar, hevatlik tog'lar. Yanada shu burunqi odatimga o'xshash chiroyli manzillarni ko'rsam, opamni zo'rlab turib sovuq olsun mana bu yerda shipit tatib aslimni qoldirg'ach menyapman. Mana bulutlar opamning beshidan minib yurdi. Bu yerda opam to'nglab ketdim deb meni oldirtadi. Hozir turayotgan o'rnimiz mushtaqning eng egiz tarafida havosi intayin sovuq, beshimizda bulutlar ko'rinib turdi. Bu yo'lni maqsad bir kun ichida 4 pasning manzarasini ko'ra olasizlar. Mana 8-oydim oppoq qorlar erimabdi. Shundoq sovuq. Keyingi yo'llarimiz egri-bugri ham bexatarlik bo'lg'achqa vlog tortmadim. Bexatar holatda yurib beqishinglarga haqiqatan arziydi ekan, ham odamga beradigan his tuyg'usimi qat'iy o'xshamaydi ekan.